Maşallah. Bitta like bosib qo'ying, digar shaytiga. Kallalarni qara. Qo'chqormisan, qo'chqor. Assalomu alaykum obunachilar. Bugungi o'ta konkret, ajoyib video bo'ladi. Bitta qo'ylar ko'rsating mana. Qo'ylar qarang. Obunachilar shoshmay, yo'llaringga bitta cho'yni damlab, xotirjam o'sha miyalarni qarsak chaldirib yuboradigan qo'ylar kelgan. Soni 6 dona. Bir 50 ta 100 ta emas. Boriga baraka. Xudo xolasa olgan baraka topadigan qo'yib kelganmiz. Alohida chiqib turaverasizlar. Hop, bu yerda bitta mana bu oq yuz qo'chqor. Mana shu. Hop, bular qolgani sovliq. Seleksiya qilaman aka, zonini qilib bering degan ko'kalarga tashabbuslar buni. Aylaga nima deydi, hashak qo'ymas. Biz ham o'zimiz ham arzonga olmaganmiz. Buni eng kattasi ham endi 2 tishga 4 tish bo'ldi. Asobiy qo'ylar yosh. Hop, qo'ylarni bittamda aylantirib ko'rsating. O'zi tulaydigan variantidan. Shu 5 ta sovliqqa bitta qo'chqor qo'shganmiz. Qo'ylarni mana bo'ynilarini qarang mana. Mana shu qo'yimiz 4 tish qo'y mana shu qo'yimiz. 2 tishdan endi 4-chisiga chiqardi. Mana qo'zi jonivar. Quloq qarang. Voy, mashallah. O'ta yuvosh qo'ylar obunachilar, quloq qarang bular. Qo'chqorimiz mana shu qo'chqor. Bugun zo'r video bo'ladi obunachilar. Xudo xolasa mana mehnat qilyapmiz. Mehnatimiz rohatini albatta ko'ramiz. Qo'yimiz zo'r, xudo xolasa ayda-bayda hali uyaltirib qo'yadigan qo'ymas. Manzilimiz Namangan tumani Tepaqo'rg'on qishlog'i. Ismim Sobirjon. Xudo xolasa kelaverasizlar. Bu qo'yni sotib olib, telefonni o'chirib yo'qolib qoladigan emas bizda. Qo'y olaman odam degan odam kelaversin. Xudo xolasa uzoqdagilar ham kelaversin, joylar bor, dam olib ketishaveradi. Qo'ylar ko'rsating endi. Xudo xolasa buni olgan odam baraka topadi. Mana. Endi bitta gap, qarang. Bularni endi uzoqdagilar buni ko'rmaydi-yu, buni bitta-bitta bo'yini o'lchab qo'yamiz. Endi mana bo'yini bitta o'lchaymiz. Mana biz bo'yini muncha ekan deymiz, obunachilar o'zi ko'rib olishaveradi. Qo'ldan kelganicha harakat qilyapmiz, o'zimmi ama. Alohida chiqaverasizlar. Hop, bu qo'yni bo'g'os bu qo'y, tagida yelini bor, naq. Qo'yni qulog'ini qarang. O'zi tulaydigan variantida. Mana. Jonivar. O, qo'yni qarang. Mana, o'zi tulaydi. Hop, ikkinchisiga bunimiz qo'zi mana. Jonivar, yarinchga qo'zi mana, sovliq. Bu quloq qarang. Ay. Bo'ynini qarang, buni bo'ynini. Mana tishini ko'ring. Qo'zi hali. Xudo xolasa sizga 2 ta 3 ta zo'r bolalar tug'ib beradi. Jonivar. Mashallah. Obunachilar, mana quloq. Mana quloq. Mana kalla. Bu qo'chqorimiz. Jonivar. Qo'chqorni qaranglar. Qo'chqormisan, qo'chqor. Buni tishi nechta ekan? Hozir ko'ray. 2 tishga chiqyapti ekan. Obunachilar hali chiqarmabdi-yu, tish tashyapti. Qo'sh. Garmonos. Quloq. Oq yuz. Bitta like bosib qo'ying. Diga. Mana. Seleksiya qilaman degan aka-ukalarni qo'yi bu. Aka, qo'y boqib zerikdim, qora qo'y, mana shunaqa bir zotligidan qilib bering desa, mana aloqaga chiqsin. Mana qo'chqor. Stop kadr qilavering.
canına. Tugamaydi ya bu. Aloqaga chiqinglar obunachilar qisqasi. Bitta o'zim men charchadim, qo'ydi sho'rib. Xudo xolasa, shogirdlar ham hozir maktabda. Yanglishmaysiz. Keling, telefon nomerimizni qo'yib qo'yamiz. Klientlarimiz birday telefon qilyapti ular ham. Mana shunaqa zo'ridan deb qo'ying bormi desa bor degan qo'ylardan qilib beramiz obunachilar. Aloqaga chiqing. Obunachilar eng eksklyuziv joyi buni narxi. Qo'chqorimizni olgan odamga, Xudo xolasa mana shu qo'chqorimiz mana. Qo'chqorimizni olganga 1200 ga beramiz. Realni olaman degan odam telefon qilsa. Sovliqlarni hammasini olsa 1000 dan beraman. $1000. Qirg'izistondan ham bermaydi. Biz arzonroq olamiz. Xudo xolasa arzonroq sotish, o'zimiz O'zbekistonimizga arzonroq sotish. Hozirda o'ylab qarasangiz $1000 pul ham 12 million pul o'lyapti. To'g'risi gap. Oddiy bitta qo'zini ham 5000, 6000 deyishyapti. Haqiqiy qo'y olaman degan odam telefon qilsin mana. Sovliqlar $1000 dan, qo'chqor $1200 ga O'zbekistonni hamma joyiga dostavka qilib beraman. Videoyimizda kamchilik joylari bo'lgan bo'lsa, oldindan uzr so'raymiz. Hammani qorasida mana shunaqa suluvlaridan bo'lsin. Mana bir tillab ham ketdik. Xudo xolasa kelaverasizlar. Qo'ylar bitta ko'rsatib. Voy jonivorlar mana. Aloqaga chiqaverasizlar. Bunaqasi ha deb ham kelolmaydi mana. Mana. Oh. Oh, mashallah. Bitta like bosib qo'ying, digar shaytiga. Kallalarni qara. Qo'y ming qimmat bo'lsa ham, arzon bo'lsa ham avvalo yeb ichsin. Yemasa, ichmasa u befoyda. Qimmat bo'ladimi, arzon bo'ladimi? Yeb ichib turgan qo'y arzon qo'y bo'ladi. Nima dedingiz? Aloqaga chiqinglar, like bosinglar. Kommentariy yozing. Sog' bo'linglar. Obunachilar, endi oxirida bir telefon nomerimizni aytib ketamiz. Telefon nomerimiz 94lik 159 76 76. Videoni boshiga ham yozib qo'yamiz. Obunachilar bitta gap. Telefon qilishdan oldin maslahat qilinglar. Haqiqiy olaman degan odam telefon qilsin. Biz o'zimman men bir ko'pchilikka javob bera olmay qolishim mumkin. Qo'y olaman deb niyat qilgan odam telefon qilsin. Qo'y telefon qilib maslahat qilib oldin maslahat qilinglar. Mana shu qo'yga telefon qilyapman. Olamanmi, olmaymanmi deb o'ylab keyin telefon qiling obunachilar. Hammani qorasida shu qo'ylardan bo'lsin. Sog' bo'linglar, salomat bo'ling.